Assalomu alaykum, daragiy kollega, kasbdoshlar, xormaylar, assalomu alaykum. Shikalat uyimiz xudo xolis sotuvda. Imina siz uchun. 2 xona 60 kvadratdan kattaroq bo'lsin degan klientingiz bor edi, bilasizmi? O'shanga mana shu uyda chiqardik. Chilonzor 14-kvartal 5-Adam Atlantdan Cho'ponota ko'chadan kirganda yo'lda yuzda 2 xona 3 xona qilingan, 3-etaj, 4-etajga dom, 2 ga 6 balkon deyiladi, lekin balkon 2 ga 6 dan katta. Ulutshini haqiqiy zo'ri. Xo'p, uyga mehrda ayamaganmiz, yong'oq stollar qo'yib qo'yganmiz, normalniy pul turadi, bilasizlar, $300 atrofda. Turistskiy divanlar turibdi. Kartinkalarimiz $240-250 kojaga qo'l mehnati. Xullas oddiy mana narsalarimiz $100 narsalar turibdi. Mana bulargacha soatlarimizgacha yong'oq $1000 LG televizorlar turibdi. Xullas uyga gap yo'q. Klientingiz bo'lsa shuni olib keling. 3 xona qarab yurgan klientingiz bor-ku, o'shani olib keling. Bo'ldi, mana shu yerda qoladi. Chunki 3 xonadan ko'ra, Xurshobga 3 xonadan ko'ra yaxshi bo'lgan 2 xonalik uy. Bundan katta razdelkasi yo'q. Xo'p, bu bitta xonasi, zali. Balkon 2 ga 6, 2 ga 6 balkonni yarmini bitta detskiy qilib qo'yganmiz. Poylashini qarang. Ataplenlarga qo'yilgan. G'ishli dom, 3-etaj. Uy maza qiladigan uy. Shunday bitta klientingiz bo'lsa, olib kelsangiz qoladi, xudo xolasa. Xo'p, zalni ko'rdik. Zaldan keyin koridor kattaligini ko'rib, bitta maza qiling. Kirib kelish eshigi. Oshxonaga alohida xot ketgan, sanuzel. Bu yoqda spalnisi. Aurasi boshqacha uyda. Ortoped matraslari bilan. Gilamlarimiz ham turistskiy gilamlar turibdi. Mana bitta pechatni ham ko'rgandek bo'ldim. Xullas, yaxshi narsalardan qilingan uy. Kirib kelish eshigi, sanuzel, samishon. Kirib kelganda alohida. Spalni alohida, zal alohida. Detskiy naryoqda, mana bu yoqda bitta garderob. Xurshobga domlarda mana shunaqa bitta xona qilib yuboramiz mana shu yoqda. O'tirib dars tayyorlaydi ham detskiy bilan joylashtirsa bo'ladi. Plus katta garderoblari bilan turibdi. Xo'p, maza qiladigan joyi oshxonasi. Nastroyka bo'yotibdi. Kattaligini ko'rdingizmi? Xullas, güzel. Duxovkalari bilan xullas mana shu narsani o'zi $1000 nari berib turadi. Bu yoqqa bitta televizorga joy tashib ketdik. Bu yoq oshxonasi. Bitta klient olib kelib ko'zdan ko'rish kerak. Mana hujjati. Xo'p, bismillah deb boshladik. Qarang. 3 xonalik uy. Maydoni 58-38. 3 xona полноценный uy mana shu. Zashot zal emas. 65 kvadrat deb sotamiz. Balkon qo'shilmagan tudasuda deb. Обычный uy. Hujjati. Xo'p, 43-74. 47-48 kvadrat deb sotamiz, balkoni qo'shilmagan. Xo'p, bu uyning hujjati. 14-kvartal. Hujjatda 61-9 kvadrat. 2 xonalik, 3 xonalik uydan kvadrati katta. O'zi ko'z bilan kelib qarasa ham Xurshobga domda 3 xonaligini olaman degan klient kelib buni aniq oladi. Chunki 3 xonalik uydan katta bo'lgan 2 xonalik g'ishli dom. 3 xonalik shunaqa remont qilingan uylar 95, 96, 98, 97 shunaqa sotayotishibdi. Bizga 3 xonadan katta bo'lgan g'ishlik, ulutshniy planirovka 2 xonalik uyimizda 98, 97, 96, 95, 90 kerak emas. Alloh barakasini bersin. Hamma narsasi qoladi, kalsraz notarsda beriladi. 88 mingga beraveramiz. Klientingiz bo'lsa shuni bitta olib keling, xudo xohlasa oladi. Lokatsiyasini, opsiyasini tashlab qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin.